Bu video qarshingizga chiqdimi? 3 kun ichida amalga oshadigan ochilim bo'ladi. O'rtoqlar, hammaga salom, sizlar bilan Aida Taro. Shaxsiy ko'rinish uchun WhatsAppdan yozasizlar. Energiya olmay uchun bitta like, podpiska sizlardan. Bu videoni qachondan ko'ryapsiz? O'sha kundan hisoblaysiz. 3 kun ichida bo'ladigan ochilim. Хорошо, ketdik o'rtoqlar. 6 tadan oldim. Tak boshlanishiga juda ham menga yoqdi ochilim, juda ham chiroyli chiqdi. Avvalambor, o'rtoqlar, bu video kimgadir tushadi, kimgadir tushmaydi. Хорошо, shaxsiy ochilim WhatsAppdan yozasizlar. Menda faqat WhatsApp bor, boshqa hech qanaqa sayt yo'q. Tak, ketdik. Qizlar, ayollar, bu ochilim hayotida yigiti bor, ya'ni qisqa qilib aytganda partnyori bor ayol qizlarimizga tushadi. Chunki kartada nimaga unaqa deyapman eshitamiz. Hayotida partnyori bor insonlar, qizlarimiz, agarda partnyoringiz hali sizga turmushga chiqish yoki birga yashash taklifini qilmagan bo'lsa, 28 yoki 28 avgust yoki 28 sentyabr kunlari turmushga chiqish yoki birga yashashni taklif qilishi chiqyapti. Tak, avvalambor tabriklayman. Bu juda ham chiroyli xushxabar, juda ham bir chiroyli onli, juda ham chiroyli daqiqalar. Birinchi shu narsa chiqdi. Keyingisi, agarda turmushga chiqqan ayol bo'lsangiz, 28 avgust yoki 28 sentyabrda eringiz tomonidan, bilasizmi, mulk deylik, qandaydir yoki bir mashina yoki qandaydir uy emas-ku, bilasizmi, nomingizga nimadir olinishi, ya'ni buyum emasda bir katta bir mulkka o'xshagan uy yoki mashina, shunga o'xshagan. Agarda kimning eri balki yer sovg'a qilishi mumkin-da, bo'ladi-ku, shunaqa narsa sovg'a qilish yoki sizni nomingizga olishi chiqyapti. Faqat kutilmaganda bo'ladi bu narsa. Tushuntira oldimmi? Turmushga chiqqan eri bor ayollarimiz, qizlarimiz 28 avgust yoki sentyabr kunlarida eringiz tomonidan sizga biror bir narsa, mulk olinishi yoki hadya qilinishi yoki xullas nimagadir imzo chekasizlarda qizlar, хорошо, shu narsa chiqdi. Tak, ochilim juda ham chiroyli bo'ldi. Bu safar menga juda ham yoqdi. Hammanglarni qizlar, ayollar, hammani tabriklayman.